Hello itibaqli do'stlar, sizlar bilan men o'sha Veko bugungi videomizda prevyudan ko'rganinglardek Technoblade Daqua Visvel Dream haqida gaplashamiz do'stlar. Sizlar bilan ko'rganimdan juda ham xursandman. Yana bir hafta kutishga to'g'ri keldi sizlarni ko'p anaqa obunalar va yordaminglar tufayli biz 905 ta bo'ldik bolalar. Yana azgina qoldi. 1000 ta bo'lishimiz bilan monetizatsiya yonib, men kompyuter olsam sizlarga yanada yaxshiroq kontent qilishga harakat qilaman. Shuning uchun har bitta kanalimdagi har bitta videoni ko'rayotgan odamlar iltimos sizlar obuna bo'lib qo'yinglar va meni kompyuter olishimda yordamlashinglar. Unda do'stlar bugungi videomizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib afsona legenda va haqiqiy qirol bo'lmish Technoblade haqida faktlarni boshlaymiz. 10 ta har bitta qahramon haqida 10 tadan fakt aytaman. Menimcha Technoblade haqida ortiqcha gapirishga hojati yo'q. Shuning uchun men videoni boshladim. Birinchi fakt: Technoblade'ning sevimli mevasi olma bo'lgan. Ikkinchi fakt: Technoblade kompyuter o'yinlaridan tashqari kitob o'qishni yaxshi ko'rgan. Uchinchi fakt: Technoblade eng ko'p Minecraft PvP'ni 1.8.9 versiyada o'ynagan. 4. Technoblade dastlab Hyperlink serverida Bedwars emas, Blitz Survival Games o'ynashni yoqtirgan. 5. Technoblade'ning kanaldagi ilk video Proof I Don't Auto Kick deb nomlangan. Bu nimaligini bilmadim, sizlar ChatGPT'dan yoki Translate'da tarjima qilib ko'ringlar. 6. fakt: Technoblade real hayotda ham Minecraft cho'chqasini yaxshi ko'rgan. 7. fakt: Technoblade kichik yoshligida maktab musobaqalarida robotexnika bilan shug'ullangan. 8. Technoblade o'zining PvP ko'nikmalarini ko'z bilan oldindan taxminlash orqali oshirgan. 9. Technoblade Dota 2 ni ham o'ynagan. Sevib o'ynagan to'g'rirog'i. 10. fakt: Technoblade Hyperlink'da Leaderboard da birinchi o'rinda bo'lgan paytlari bo'lgan. Ya'ni u oldin shunaqa bo'lgan, keyin uni rekordini kimdir urib qo'ygan. Shunaqa gaplar bolalar. Bo'ldi bolalar, meni o'zim olib ketdi. Shuning uchun qolgan videolarni bizga o'rdaki Govard gapirib bera qolsin. Agar sizlarga o'rdaki Govard ovozi yoqsa, bitta kommentariyada 0 dan 1gacha baholab ketinglar. 10 balli sistemada. Hello YouTube'dagilar, sizlar bilan men o'sha o'rdagi Govard hozir Veko aytganidek men sizlarga qolgan ma'lumotlarni, ya'ni Dream haqidagi 10 ta ma'lumotlarni aytaman. Daqovis haqida bo'lsa, anaqa Veko gapirib beradi. Unda sizlarga men anaqa birinchi Dream haqidagi 5 ta, keyin yana 5 ta faktlarni aytib o'taman. Unda bizning birinchi faktimiz Dreamning haqiqiy ismi Clay. 2. Dream 1999-yili 12-avgustda Florida shtatida tug'ilgan. 3. Dream mashhur bo'lib ketishidan oldin ham YouTube algoritm va videolarni o'rganishga ko'p vaqt ajratgan. 4. Dream Minecraft'dagi mashhur Manhunt seriyasining yaratuvchisi. 5. Dream 2020-yil Minecraft'da tez o'tish speedrun videolari bilan YouTube'da eksplosiv tarzda mashhur bo'ldi. Juda ham qiziq. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, shu qiziqligi uchun og'zimni ortiga gapiryapman men ham. Dream haqidagi 6-fakt: Dream o'zining haqiqiy yuzini 2022-yili oktyabr oyida birinchi marta ommaga ko'rsatgan. 7. Dreamning YouTube'dagi asosiy kanali 40 milliondan ortiq obunachiga ega. 8. Dream SMP Survival Multiplayer serverini ochib, Minecraft tarixidagi eng mashhur Reoplay loyihalaridan birini yaratdi. 9. Dream SMP'da Georgie Not Found, Sapnap, Tommy Init va boshqa ko'plab mashhur Minecraft youtuberlari bor edi u serverda. Xo'p, biz unda 10-faktni aytaman. 10-fakt: Dream tez S418 Sweden musiqasini fon musiqasi sifatida ishlatgan. Bu umuman qiziq emas. Shuning uchun bu fakt sizlarga unchalik foydali bo'ldi deb o'ylamayman. Lekin men orqa fondagi animatsion videoim dahshat qiziq ekan. Buni birinchi qismini ko'rmaganlar tushunmaydi. Bo'ldi, yo'qolay men ham gapiray, o'rdak bo'lgani og'zingga luto bo'ldi jahon sho'rida paydo. Xullas do'stlar, biz keyingi faktlarga, ya'ni keyingi eng cheater bo'lgan, eng maraz bo'lgan prevyuda ham uni Krisa maraz deb yozib qo'yganman.
ko'rgan bo'lsanglar, o'sha hirt krisa bo'lgan Daquavis haqida gaplashamiz. Daquavis o'zini cheaterligini hech qachon tan olmaydi, lekin u cheaterligini почти yarmi biladi. Bugungi videoda bolalar biz o'shani gaplashamiz. Xo'p do'stlar, Daquavis haqida 10 ta fakt aytib qo'ya qolayman. Shu bacha ham siqilib yurmasin. Xo'p, birinchi fakt, Daquavis Fortnite'da 0 XP bilan g'alaba qozongan. Aytib qo'yib bola, bu ma'lumotlar memlar asosida yozilgan, ya'ni soxta gaplar asosida. Unda men aytishni boshladim. Birinchi fakt aytdim, ikkinchi fakt, Daquavis tug'ilganda doktor unga qarab, men bu bolani davolay olmayman degan. U GTA 6 ni 2010-yildayoq o'ynagan. 5. Daquavis bir vaqtning o'zida 3 ta telefonni quvvatlantira oladi o'z energiyasi bilan. Shu gapiga puqmayapti. Umuman bunaqa bo'lishi mumkin emas. Aytib qo'yib bolalar, bu ma'lumotlar menga ChatGPT bergan. ChatGPTga ishonish mumkin emas, to'g'ri. Lekin men boshqa joydan ma'lumotlar topolmadim. Keyingi videolarda xudo xolisa hamma ma'lumotlarni men Google dan olishga harakat qilaman. Mana bolalar, men 6-faktga aytishni boshlayman. Daquavis Fortnite'da Victor Royale olish uchun raqiblarini raqs bilan chalg'itgan. 7. Daquavis Minecraft'dagi Ender Dragonga sit deb aytgan va u Ender Dragon o'tirgan. Bu ham yolg'on. Men hech qaysi faktiga ishonmayman. Bularning hammasi yolg'on. Xo'p, 8-fakt. Teshni to'rrog'i Daquavis lag'monni qoshiq bilan yeydi, tezlik uchun. Buni qanaqa tezlik uchun yeydi? Bular harfmi bular? 9. Daquavis o'zi yasagan modni o'zi o'ynagach, kompyuteri portlab ketgan. 10. Daquavis matematikani Google dan oldin o'ylab topgan. Shu gapimga endi bola nima deb so'kiy, aytinglar, nima deb so'kiy? Bir amallab so'kmaslikka harakat qilaman. Bo'pti bolalar, bugungi video tugadi. Xayr, sog' omon bo'linglar.